biz giyohvandlikka qarshimiz. Mana bu kadrlarni ko'ring. Mana shu kadrlarni ko'rganda Yevropa muhiti meni ko'z oldimga keladi. Fayrlar, alohida tayyorgarlik ko'radi Bobur Arenada. 4 himoyachi, 3,5 himoyachi va 3 nafar hujumchi vakilini maydonga tashladi. 4-1-2-1-2 sxemasini tanlagan. Hakamning xushtagi chalindi. Uchrashuv start oldi. O'ng tomondagi darvozani birinchi taymda Qizilqum qo'riqlaydigan bo'ldi. Papariga yuqoriga ko'tardi to'pni. Bosh bilan zarba va gol urilyapti. Qizilqum jamoasi hisobni ochdi 5-daqiqadayoq. Farhod Bekmurodov uzr so'ramoqda andijonlik muxlislardan. Sobiq jamoasi darvozasini ishg'ol etyapti Farhod Bekmurodov. Qizilqumning standarti, dastlabki standarti jamoaga gol olib keldi. Bekmurodov yig'ladimi? Golga erishdi. O'yin mencha ochilib ketadi. Papariga aylantirib ichkariga uzatdi. Himoyachilar Dilshod Komilovni yopish bilan band edi. Hammadan o'tib Bekmurodovga keldi to'p. U qiyinchiliksiz darvoza tomon burib yubordi. Adhamov ham chalg'ib qoldi. Darhol qo'lni yuqoriga ko'taryapti Farhod Bekmurodov. Hali Andijonda bitta yaxshi tomoni bor, xalqaro maydon bor. Bu futbolchilarga katta tajriba beradi. Anvarov darvozaga yo'llayapti. Yomon emas, Abdumannovni u qo'pollik bilan to'xtatdi. Bu esa Anvarovning boyiga zarbasi. Adhamov kutmagan edi mana shu holatda menimcha zarba bo'lib qolishini. Yoki atayin shu burchakni bo'sh qoldirgan bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi to'lqinni boshlaydi. Abdug'aniyev, Azimov, Abdug'aniyev. Shu yerdan zarba xavfli. Sanjar Tursunov. Navoiyliklar to'pni egallab olishdi. Mana bu pas xavfli va tezlik olyapti Jumanqo'ziyev. Ismonaliyev ham yetib keldi. Tezkor futbolchilar yuzma-yuz kelib qolishdi. Jumanqo'ziyev zarba yo'lladi. Noaniq bu safar. Mana bunday pas himoyachi o'qidi. Zarba yo'llanyapti xavfli. Wow! To'sin va darvozabon. Muxlislarni o'rnidan turg'izib yubordi bu zarba. Mana o'sha zarba Quvvatov. E'tibor bering, barmoqlari tegdi Quvvatovni, keyin To'sin ham yordam berdi. Zarba bersa kerak. Darvoza tomon aylantirgan holatda. Mana o'sha zarba biroz noaniq. Zaxirada o'tiribdi. Yaxshi, Qizilqum oldiga o'tyapti. Pas, yo'q, zarba berishga qaror qildi. Jumanqo'ziyev ochilgan edi hozir. Qizilqumda zarbalar ko'proq. Pas o'ynashdi bu safar. Papariga ichkarida. Papariga zarba Adhamov. Zo'r o'yin do'stlar. Zo'r o'yin. Papariga bitta himoyachini aldi bo'lyapti. Va o'tkirroq burchak bo'lsa-da zarba yo'llamoqda. Adhamov yopa oldi yaqin burchak. Sobiq himoyachi, O'zbekiston terma jamoasining sobiq a'zosi. Mana bu yerda esa Qizilqum oldiga chiqyapti. Papariga jamoadoshi Jumanqo'ziyev o'tkazdi. 2-0. Yo'q, hakam kuzatyapti vaziyatni do'stlar. To'p chiziq ustidan olib chiqilyapti. Gol line tizimi bizning chempionatimizda yo'q hozircha. Hujumning boshlanishiga, umuman borishiga qarang. Vahobov ikkinchi qavatda yutib chiqdi birinchi to'p uchun kurashda, keyin himoyachilar 2 nafar vakilni o'tkazib yubordi. Va eng xavfli futbolchilarni o'tkazib yubordi. Mana shu yerda kesib o'tganmi yoki yo'qmi? Bilasizmi, bu qoidaga ko'ra to'pning millimetri qolib ketsa ham gol emas deyiladi, lekin mana bu yerda chiziqni kesib o'tgan bo'lishi ham mumkin. Nigohlardan ko'rishingiz mumkin. E'tibor butunlaycha shu yerga qaratilgan. Andijondagi so'nggi vaziyat mana shunday yakunlanyapti. Usmonaliyev hammadan baland sakrab bosh bilan zarba bergan futbolchi. Birinchi taym 50 daqiqa davom etgan birinchi taym yakunlandi va voqealarga boy bo'ldi. Andijon hujumlarga zo'r beryapti. Qizilqum esa qarshi hujumlardan omadini izlayapti va juda xavfli hujumlar tashkil etyapti. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Ruxsat bor, zarba Quvvatovning qo'liga bordi. Aynan u turgan nuqtaga boryapti to'p. Abdug'aniyevning o'zi zarba berib ko'rdi. Birinchi taymda Turdimurodov. Yana ikkinchi qavatdan uzatma ko'ramiz. Xuddi shunday bo'ldi. Bosh bilan yo'llangan zarba yuqoridan o'tib ketmoqda. Bekmurodov esa Andijonga qaytarib beryapti. Azimov, Temirov, Abdumannonov
Ikkinchi qavatdan doimgidek Turdimurodovning zarbasi sal qoldi. Turdimurodov aqlli zarba yo'lladi hozir. Yuqori 9-likka burib yubormoqchi edi to'pni. Abdumannonovning uzatmasi yengil chiqdi, hujumchi uchun qulay edi, lekin to'p kutilganichalik sho'g'imadi. To'p maydonda qolyapti, Andijonda qolyapti. Yana yuqoridan uzatma bosh bilan zarba! Xavfli! Dilshod Komilov sal bo'lmasa o'z darvozasini ishg'ol etib qo'yardi. Boshqa chorasi qolmagandi. Biz esa takroran ko'rib tushunib olamiz nima bo'lganini. Abdumannopov Komilovga biroz noqulay kelib qolgan. O'zgarish Andijon tarkibida. Jamoa sardori Ashurov, ana Sulaymonov. Pas, yaxshi kombinatsiya, imkoniyat bor. Hisob tenglashmoqda. Andijon hisobni tenglatirdi. 1-1. Shatsixning o'zgarishlari hujum boshlab berdi va jamoa gol urmoqda. Mana shu kombinatsiyada Andijon yo'l topdi. Va e'tibor bering. Shohjahon Yorqinboyev gol uryapti. Hozirgina maydonga tushgan futbolchilar. Sal avval maydonga qo'shildi Bekzod Sulaymonov. Keyin esa u bilan birga tushgan Shohjahon Yorqinboyev gol uryapti. Havodan va qanotlardan yo'l topilmadi. Keyin markazdan yurib ko'rdi Shatskiy hamda Andijon va gol uryapti. Bu safar himoyachilar yo'l bermadi. Yorqinboyev esa aqlli zarba yo'lladi. Himoyachi Dilshod Komilov to'p yo'lini yopadi, e'tibor bering. U esa darvozabon uchun ham olis burchakni tanlaydi gol urish uchun. 1-1. Yig'lab yubordi. Bugun hozircha ikkita gol ko'rdik. Ikkala gol muallif ham ko'z yoshini yashirib o'tira olmadi. Mamad Kazim bosim qilmoqchi Qizilqum vakillari. Adhamov xavfli va mana bu yerda hisob o'zgarishi mumkin. Adhamov mana shu ikki futbolchi pressing bilan golga erishishiga salgina qoldi. Biroz avval Bozorov hamda Usmonov, Yorqinboyev qanot, Sulaymonovning qanoti ikkinchi qavatda o'tmayapti Qizilqum vakillaridan. Bo'ldi do'stlar, uchrashuv yakunlandi. 1-1. Andijon ikkinchi taymda katta ustunlik bilan harakat qildi, bosimlarni oshirdi, lekin g'alaba golini ura olmadi.